Assalomu alaykum. Xalqimizda balki boshqa millatlarda ham egizak farzandlar tug'ilsa, Hasan, Husan yoki Fatima, Zuhra ismlari qo'yiladi. Bu udummi yoki odat biz bilmadik, lekin juda uzoq o'tmishda Fatima ismiga Zahro sifati qo'shib ishlatilgan. Ya'ni Fatimai Zahro. Mana shundan keyin balki so'zlashuvda Fatima Zuhra bo'lib ketgani ehtimoldan xoli emas. Hozirgi kunda egizaklarga har bir oila turli ismlar qo'yishyapti. Bu har kimning shaxsiy ishi. Ammo bizni qiziqtirgani egizaklar hamisha ham bir-birlarini his qiladilarmi? Bugungi suhbatdoshimiz oliy toifali pedagog, xalq ta'limi a'lochisi Fatima Nuriddinova bilan suhbatni mana shundan boshladik. Biz haqiqatda bir-birimizga o'xshamasak ham tashqi jihatdan, lekin bir-birimizni sezib turamiz, qalban his qilib turamiz. Kamida har kuni bir marta yo ikki marta telefonda gaplashamiz. U Toshkentda, men Namanganda bo'lsam ham bir-birimiz bilan bog'liq jihatlarimiz juda ko'p. Siz bilan suhbatlashganimda ota-onangizdan ko'ra ko'proq Zuhra deb gapirdingiz. Zuhra lekin bu kasb tanladi. Zuhra bilan maktabda shunaqa bitirganmiz, juda ham ko'p gapirdingiz Zuhra haqida. Yoshligimizdan qanaqadir egizaklarda haligi birinchi Fatima Zuhra bilan bizning xarakterimiz boshqa-da. Zuhra haligi hamma narsani orqa planida yuradi, orqada. Sokin, xotirjam. Unga nisbatan men hamma narsani birinchi o'rinda qilgim keladi. Maktabda ham ko'proq men Zuhradan ko'ra haligi maktabda sinfkom bo'lganman. Hamma maktab o'sha ishlarida bitta sinfda o'qigansiz, bitta sinfda o'qiganmiz, bitta maktabda o'qiganmiz. Maktabdagi tashkiliy ishlarda mana nima turardi-da? Birinchi men turardim, keyin Zuhra turardi. Zuhra ha deganda o'zini ko'rsatgisi kelmaydi. Lekin hamma narsaga mendan-da yaxshi. Mehribonligi ham, hamma narsa lekin o'zini ko'rsatgisi kelmaydi. Sizlar oilada to'ng'ich farzandlar. To'ng'ichmiz. Ota-onangizni to'ng'ich farzandlari Fatima, Zuhra. Keyin yana 2 nafar farzand tug'ilgan. Keyin Gulchehra Senim, keyin Olimjon degan ukam bor, 3 ta qiz, bitta o'g'limiz oilada. Endi hamma farzandlar bir-biriga qanaqadir yaqinligi har xil bo'ladi. Siz baribir ham shu boshqa farzandlar tug'ilganda ham Zuhra bilan yaqin bo'lib qoldingizmi? Kimdir kasal bo'lib qolsa, boshqasi uni his qiladi, u ham kasal bo'lib qoladi deyshadi. Shu rostmi? Biz yoshligimizda shunaqa emas-ku, Namanganda birga yashaganimizda. Zuhra Toshkentga turmushga chiqqandan keyin bizda ana shunaqa narsa paydo bo'ldi. Men kasal bo'lsam yoki menda biror bir yomon nima bo'lsa, dard bo'lsa, Zuhrada seziladi. Zuhra telefon qiladi yoki so'raydi. Masalan, men birinchi o'sha farzandimni dunyoga keltirayotganimda Zuhrada juda yomon hissiyot bo'lgan, kechasi uxlolmay chiqqan. Ertasiga avvaldan so'raverganda, nima Fatimaga nima bo'ldi? Fatima yaxshimi? deb o'sha menda qanaqadir nojo'ya ish bo'lsa, Zuhra sezadi. Endi Zuhra ota kasbini egalladi. Stomatolog bo'ldi. Men endi yoshlikdan adabiyotga bo'lgan qiziqishim, biz otamiz stomatolog bo'lsalar ham, ular ham adabiyotga juda qiziqardilar. Otamdan bizga nima deydi, kutubxona meros qolgan. Juda katta kutubxonalar bor otamni. Hamma kitob. Onangiz hamshira bo'lgan. Onamlar hamshira bo'lganlar. Lekin ular onamni ham yoshlikdan orzu qilganlarki, men farzandlarimni hammasini oliy ma'lumotli qilaman. O'qimishli qilaman deb otamni ham onamni ham bizni mana oliy ma'lumotli o'qimishli bo'lishimizda hissalari katta. Va barchalaringlar oliy ma'lumotli. To'rttala farzand ham oliy ma'lumotli institutni bitirib jamiyatda o'zimiz o'rnimizni topdik. Juda yaqin o'tmishda ayniqsa qiz bolalar o'qituvchi bo'lishni orzu qilishar edi. Pedagoglik sharaf, pedagoglik mashaqqat. Mehnat qilish ibodat bo'lsa, mehnatlar ichida eng oxiri ilm olish. Endi ilm berish darajasini tasavvur qilavering. Nima uchun unda hozirgi yoshlar o'qituvchi bo'lishni istashmaydi? 30, 40, 50 yillik tajribaga ega pedagoglarning fikri bu borada qanday ekan? Siz vaqt orqaga qaytsa ham yana o'qituvchi bo'lishni orzu qilarmidingiz? Yoki bugunga qarab boshqacharoq ketishini xohlarmidingiz hayotingizni? Yo'q, albatta, men o'qituvchi bo'lishni xohlardim. Chunki meni maktabimiz o'sha Namangan shahridagi 5-o'rta maktabda o'qiganmiz. U yer Habib Sa'dulla maktabimizda o'qigan o'quvchi hisoblanadilar. O'qituvchilarimiz, ustozlarimiz bizga mehr berishganda, hozir ana shunaqa ustozlarni topolmayapman, Farxon. Yo'q, o'shunaqa yoshlar orasidanmi yoki farqi yo'qmi? Yo'q, hozirgi yoshlar yo'q. Masalan, men o'sha ustozlarimni o'gitlariga amal qilaman. Men ham o'quvchilarni yaxshi ko'rganimda, mana hozirgacha nafaqada bo'lsam ham
Dars berasiz, dars beryapman. Lekin baribir hozirgi o'qituvchilarda o'sha avvalgi o'quvchilarga nisbatan mehri yo'q. Kechirasiz, nafaqangiz qancha? O'qituvchining nafaqasi qancha? 3.500.000. 3,5 million. 3,5 million nafaqa olamiz. Yaxshimi yoki kam deb o'ylaysizmi o'qituvchi uchun? Yo'q, yaxshi. Allohga shukr, yaxshi. Endi nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'quvchilarga nisbatan mehri kamligi mablag' bilan ham bog'liqmi? Endi bilmadim, biz tarbiya topganimizda hamma narsani mablag'ga taqamaganmiz. Bizni davrimizda faqat mehr berilgan. To'ppa-to'g'ri. Mana hozirgi davr balki boshqacharoqdir. Hozir bir o'tish davrida, bozor iqtisodiyoti davri, tezlik davri. Shu ham sabab bo'lishi mumkinmi? Chunki hozirgi avlodni biz tarbiyalaganmiz. Ular osmondan tushmagan. O'sha o'rtada bir kemtik vaqtda bo'lib qoldi shekilli-da, lekin hozirgi o'qituvchilarda o'quvchilarga nisbatan mehr ko'rmayapman. O'qituvchilar o'quvchini sevishi kerakda. Hozir ham o'quvchilarimni tura olmayman. Masalan, nafaqada o'tirsam bo'ladi uyda, lekin o'quvchilarsiz tura olmayman. Birinchi sinfga borgan o'quvchini qarangda, baribir ustozi nima aytgan, ota-onasi aytgan ish qilmaydi. Ustozim aytdilar deydi. Ustozini aytganidan yuradi-da. Ya'ni hozirgi ota-onalar ham biroz boshqacharoqmi? Siz mana necha yil, siz deyarli 30 yildan oshdi dars berib kelayotganingizga. 40 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Hozirgi ota-onalar ham boshqachami? Balki shu ham sababdir. Ehtimol ota-onalarimiz ham o'zgardi. Ilgariga ota-onalar farzandini o'qituvchiga berardi, topshirardi. Hozir masalan o'quvchiga sal qattiqroq degin, sal uni tartibga chaqiring, ota-ona maktabga yugurib keladi. Nima haqqingiz bor mana farzandimni qattiq tegishga? Shu fursatdan foydalanib ota-onalarga nima deysiz? Ota-onalarga, ustozlarga ishoninglar derdim. Farzandlaringni ustozlarga ikki qo'llab bering. Hech qaysi ustoz o'quvchisini yomon bo'lsin demaydi, bar faxrlanadi. O'z mana katta ustoz sifatida men shogirdlarimni zafaridan, shogirdlarimni mehnatidan quvonaman. Ular bir qaysidir yutuqqa erishsa, bu meni baxtim bo'ladi. Chunki men o'zimni ana shu shogirdlarimni mehnatda ko'raman-da. Ana shu qilgan mehnatlarimni evazi shogirdlarimda bo'ladi. Fotima Nuridinova 1967-yil Namangan shahrida ziyoli oilada tug'ilgan. Otasi stomatolog, onasi hamshira bo'lsa-da, maktabdagi o'qituvchisiga havas qilib pedagoglikni tanladi. Maktabni oltin medal bilan bitirgan Fotima Namangan davlat pedagogika institutiga o'qishga kiradi. Muvaffaqiyatli bitirib, Namangandagi 3-o'rta maktabda ish boshlaydi. Sizni yo'lingizni olib, havas qilib o'qituvchi bo'lgan o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz ham bormi? Ha, ko'p. Bunaqa shogirdlarim bor. Mana o'sha menga havas qilib, meni yo'limdan borgan ustozlarim, ona tili adabiyot o'qituvchilarim juda ko'p. Nima uchun aynan ona tili adabiyot o'qituvchisi? Chunki biz adabiyotni yaxshi ko'ramiz-da. Kitobni sevganmiz. Kitobsiz hayotimizni tasavvur qila olmayman. O'zimning uyimda ham katta bir kutubxonam bor. Ana shu ota meros. Ota meros. Menda ham biz ham kutubxona tashkil qilamiz. Nechta kitobingiz bor? 1000-2000 ga yaqin kitobim bor. Kutubxona, kichkina kutubxona. Hammasini o'qib chiqqanmisiz? Ha, o'qib chiqqanman. Iloji boricha o'sha yangi chiqqan kitoblarni olishga harakat qilaman. Maktabda darsim davomida, masalan, 5 daqiqalik vaqtda men albatta o'quvchilarga kitobdan kichkina hikoya aytib beraman. O'sha bolalarni, o'quvchilarni maktabga kitobga bo'lgan muhabbatini uyg'otishimiz kerakda. Endi kitobni ham tanlab o'qish kerakmi? Ba'zi kitoblar insonni fikrini salbiy tomonga ham o'zgartirishi mumkinmi? Albatta. Kitobni ham ayniqsa hozirgi zamonda kitobni tanlab o'qish kerak. Buni kim o'rgatadi? Albatta o'qituvchi, ustoz o'rgatadi. Albatta hozirgi chiqqan har bir kitob emas, lekin o'sha ustoz tavsiya qilgan kitobni o'qishga harakat qiladi o'quvchilarimiz. O'shaning uchun ham maktabda ish jarayonimda o'qituvchilarga o'sha o'quvchilarga tavsiya etiladigan kitoblarni ro'yxatini aytib turaman. Ana shularni. Nechinchi sinfga dars berasiz? Hozir 9-sinfga. 9-sinf. Qiyin, o'smir yoshida. O'smir yoshidagi o'quvchilar. Endi o'qituvchi bo'lish uchun, o'qituvchilikni orzu qilish uchun u qanday inson bo'lish kerak? U katta qalb egasi bo'lish kerakmi yoki o'zini prinsiplari bo'lish kerakmi? Hamma ham o'qituvchi bo'la olmaydi. Ba'zan shu maktabni tashlab ketayotganlarni ham ko'rsanglar kerak hozir o'qituvchilik qila olmay. To'g'rimi? O'sha aytibman-ku, unga endi mana shu o'qituvchilar ham sababda, masalan, men mana shunday ustoz bo'lishimga meni maktabdagi ustozlarim. Masalan, o'sha davrda maktabimiz direktori Dilbarxon Zohidova bo'lganlar.
ularga qarab biz havas qilganmiz ustozimizdan. Keyin ona tili adabiyot Ular o'qituvchimiz nimalarga havas qilgansizlar? Kiyinishlariga, kiyinishlariga, yurish-turishlariga, muomalalariga havas qilardi-da ustozimizni. Yoqut qo'yamiz bo'lganlar, ona tili adabiyot o'qituvchimiz. Ana shu insonni har bir gapirgan gaplari menga bir dars edi-da. Ular mana Abdulla Qahhor yozuvchimizni ayollari Kibriyo Qahhorova bilan dugona bo'lganlar. Ularni shu davrda biz 10-sinfligimizda Kibriyo Qahhorovani Chorak asr hamnafas degan kitoblari O'zbekiston gazetasida chiqqan. O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasida. Ana shu asarni bizga kelib darsdan keyin shu ustozimiz o'qitardilar. Lekin baribir o'qituvchi bo'lish uchun qanaqa inson bo'lish kerak? Qalbi pok inson bo'lish kerak. Bolalarni yaxshi ko'rish kerak. Bolalarni yaxshi ko'rish kerak. Demak, farzandi bo'lmasa bolalarni yaxshi ko'rmaydi degan gap ham noto'g'ri ekan. Yo'q. Biz ustozimiz bizni farzandlardek yaxshi ko'rganlarda, hozir ham xabar olib turamiz ustozimizdan. Hozir ham har bitta bayram bo'ladimi, tug'ilgan kunlari bo'ladimi, albatta o'rtoqlarimiz bilan, sinfdoshlarimiz bilan borib xabar olib turamiz. Qarang, mana gapiryapsiz, ko'zlaringiz yonyapti. Shu o'qituvchingizni shu tabriklab, minnatdorchiligingizni izhor etish imkoniyati bor kameraga. Hozir endi u ustozim yo'qlar. Uzoqqa ko'chib ketdilar. Lekin bizga tarbiya bergan o'sha ustozlarimizning joylari jannatda bo'lsin. O'sha Dilbarxon Zohidovani, Xolxonova yo'qit qo'yamizni. Biz meni shu darajaga yetishimizda shu ustozlarimiz mehnatlari kuch. Turmushga chiqishingiz qanday bo'ldi? Qachon? Talabaligingizda bilishimcha. Talab 3-kursni bitirganimdan keyin turmushga chiqqanman 87-yilda. Juda ham yosh turmushga chiqqan ekansiz, hali o'qishni bitirmasdan. Endi biz Namangan mentalitetida shunaqa-ku. Sevib qolganmisiz? Yo'q. Oilada sovchi topib, xo'jaylik institutdagi shahodat qo'yamizlar bordilar. Bizni gruppa rahbarimiz o'shalar orqali. Ular yaxshi qizlarni ko'rib, etib turganlar, tanish bilishgan. Qaynotamlar bilan yaxshi nimada bo'lganlar. Qaynotamlar ham oddiy taksiz inson bo'lsalar ham, ziyoli, o'qimishli, hurmat qilganlar. Biz oilamizga, o'sha kelinlik uyimizga juda ko'p Habib Sa'dullar mehmonga keladilar. O'sha davr o'zimizning xalq shoiri, O'zbekiston xalq shoiri Nuriddin Boboxo'jayev kelardilar. Har bir farzandimni tug'ilishini ana shu ustozlar kelib, duo qilib ketishardi-da. Qiynalmaganmisiz o'qishni bitirguncha? Oilada baribir qiyinchiliklar bo'ladi. Albatta qiyinchilik bo'ladi. Chunki maktabda biz oltin medalga bitirdik. Institutda ham yaxshi o'qishingiz kerak. Yaxshi o'qishimiz kerak. Lekin kelinlik vazifalari bor. Noqulay, siz eng kichkinasiz, xijolat. O'rtacha kelin bo'lganman oilada. Endi oilamda ovsillarim ham bo'lgan. Lekin endi oilani o'zgina qiyinchiligi bo'lgan. Endi men moslasha olmaganman ozgina, yoshligim sababli. Nima qilgansiz? Moslasha olmay, janjal qilganmisiz? Yo'q, yig'lagansiz, ketib qolganmisiz, nima qilgansiz? Yo'q, qiynalganman ozgina. Endi o'zimni ustimda ishlaganman. Hali hamma narsada birinchi bo'lish mana birinchi bo'lishingiz kerak. Bo'lishim kerak. Lekin unda birinchi bo'la olmagansiz. Yo'q, bo'lishga harakat qilganman. Nimada qiynalgansiz? Ovqat qilishdami? Yo'q, yaxshi ovsillarim bor edi. Qaynonam juda yaxshi ayol edilar. Lekin siz qaynonangiz birinchi sizni yaxshi ko'rish kerak bo'lgan-a? O'zilaringizdan ko'ra ko'proq. Endi yo'q, o'sha ovsillarimga yetarli ishga yetib qolib, haligi kelinlik vazifamni ham yaxshi a'lo darajada bajarishga harakat qilganman-da. Uncha o'xshamagan. Nima o'xshamagan? Qaynonamni oddiy uy bekasi bo'lsa ham, kelinlarni hammasini o'qimishli olganlar. Biz o'qishimiz uchun hamma sharoit yaratganlar. Siz nimadan qiynalgansiz? Endi xijolat-ku, endi hamma narsani uddalashimiz kerak. Endi baribir qaynonam indamasa ham o'zimizdan xijolat qilardik-da. Endi shu ish uddalolmaganimiz uchun. Nimani uddalolmagansiz? Endi tikish bitishni uddalolmaganmiz, faqat o'qiganmiz. Tikish bitishni hamma ham bilmaydi. Men hozirgacha bilmayman. Endi qaynonamlar o'shunaqa ishlarni bilganlar-da, endi oilada hamma ishni bilganlar qaynonam. Siz bilasizmi hozir tikish bitish? Yo'q, hozir ham bilmayman. Hozir ham bilmayman. Hatto istizatmabsiz? Yo'q, hozir ham o'rganman. Endi ko'proq biz kitob o'qiganmiz-da yoshligimizda. O'sha tikish bitish siz kitob o'qib o'tyapsiz. Ovqat ham qilganmisiz? Qaynonamni hamma ishimizni qilardilar-da. Masalan, darslarga nima qiladi? O'shada biz imtihonga tayyorgarlik ko'rsa, qaynonamlar ovqatlarimizni qilib chaqirardilar-da. Juda sharoitni yaxshi yaratganlar, joylari jannatda bo'lsin. O'shalar tufayli juda yaxshi ayol ekan. Yaxshi ayol bo'lganlar. Ayol. Uning tabassumi ortida necha yillik mehnat, sabr, iroda, dard borligini hamma ham tushunavermaydi, his qilavermaydi. Bu ayol ham farzand dog'i bilan sinaldi. Farzandi bilan hozirgacha sinalishda davom etyapti. Shu birinchi farzandim, o'sha aytayapman-ku, ozgina no'noqligim, mana o'sha o'quvsizligim, shu birinchi farzandim 10 oylik bo'lganda o'tib qolgan. Mana shu dunyoga keltirishingiz qanaqa bo'lgan? Dunyoga keltirishimda ham o'sha
kesirva bilan kesir kesish yo'li kesish bilan bilan dunyoga keltirganman. Yig'loq bo'lgan. Endi aytyapman-ku, bu meni o'zimni ichimdagi g'alayonda. Men hamma narsani birinchi qilishim kerak. Darsimni yaxshi o'qishim kerak deb hamma ishni o'zimga olganim uchun bola ozgina qiynalgan. Demak, siz o'zingiz qiynash hisobiga deb o'ylaysiz. Atrofdagilar sizniki unaqa urishmagan. Yo'q, hech kim. Siz o'zingiz qiynagansiz. O'zim qiynaganman-da. O'shuning uchun munolikdan farzandim o'tgan. O'g'il bolami? O'g'il bola edi, o'g'il edi. Hozir necha yosh bo'lardi bo'lganda? 87-yil edi. 1988-yilda tug'ilgan edi. 37 yosh bo'lardi. 37 yosh bo'lardi hozir tug'ilgan bo'lganda. Men Farhon bilasizmi, meni farzandim o'zimni onamni tug'ilgan kunlarda vafot etib qolgan. Shunda onajonim endi onaga ham qiyin. Hozir men o'zim buvi bo'lib turyapman-da, haliga nabira qanchalik, farzanddan ham nabira shirinligini endi sezyapman. Hozir onamlarga ham qanchalik qiyin bo'lganini endi sezyapman-da. Birinchi nabiralari, ularga ham yo'qotish oson bo'lmagan, lekin ular meni oldimda turib bitdilar-da. Qizim, bugun meni tug'ilgan kunimda farzanding o'tdi. Agar uni o'rnida men o'lganimda nima qilarding dedi. Shunda bilasizmi, menda qanaqadir ko'zimda yosh to'xtadi-da. Mayli, Allohga kerak ekan, onam uchun men onam emas, farzandim oldi dedim. Stresslar bo'ldi, yana operatsiya, yana qiz farzand ko'rdim. Qiz farzandimdan keyin yana endi o'g'il tug'ish niyatim bo'ldi. Endi unda ham qanaqadir baribir insonda nima bo'lar ekan, qiyinchiliklar o'zimga haliga yana nagruzkani qo'ydim. Qanaqadir inson o'zini hammaga yoqaman deb nima qilmaslik kerak ekanda, menda shunaqa narsa. Hamma ishni uddalayman deb harakat qilish. Hozir shuni xato deb o'ylayapsiz. Xato deb o'ylayman. Chunki lekin o'sha vaqt xato deb o'ylamaganman. Hamma narsaga erishaman deb o'ylaganman-da, o'zimni qiynaganman. Hammani ishni ham eplaman, o'qishni ham eplaman, hamma narsani farzandni ham eplaman. Va birinchi bo'lishim kerak. Birinchi bo'lishim kerak degan narsani oldimga qo'yganman-da. Mana qanaqa tug'ildi o'g'lingiz? O'g'lim o'sha 8 oylik tug'ildi. Bolalikdan nogiron tug'ildi. U farzandimni 4 oylikgacha biz bilmaganmiz nogironligini. Chunki avlodinglarda yo'q, biz avlodimiz qarindosh urug'ga turmushga chiqmadingiz. Men hayliga nima deydi? Nimani 8 oylik bolani kesirva bilan chala tug'ilgandi. O'shani hisobiga. Nima uchun 8 oylik bolani kesir bilan tug'dingiz? Chunki kesir planoviy bu rejali operatsiya hisoblanadi, vaqtida emas. Endi o'sha shoshib qolib, qanaqadir o'shanda menda stress bo'lardi-da, tezroq tug'sam, tezroq haliga qanaqadir hayajon o'lib qolarmikin? Men endi bilasiz-ku, kesirvada tug'ilsa o'lib qolishi mumkin insonda. Qanaqadir o'zim menda ichki kechirma bo'lganda tezroq tug'ish kerak. Endi o'zi homilador ayol ikki dunyo o'rtasida bo'ladi deyshadi bu. O'shuning uchun o'sha davrda shu farzandim nogiron tug'ildi, birinchi guruh nogironi hozir. Necha yosh hozir? 28 ga kirdi. 97-yil tug'ilgan. Siz mana shu o'zingizdan kelib chiqib, homilador yoki kelinlar, mana lider ayollar ko'p o'ziga maqsad qo'yadi, nimaiki bo'lsa ham shu maqsadimga erishishim kerak deb o'ylaydi. Ularga hozirgi aqlingiz bilan qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Masalan, 30 yil oldingi Fotimani tasavvur qilib. Ularga birinchi o'rinda farzand tarbiyasiga, o'zingiz birinchi navbatda o'zini sog'lig'iga qarashi. Homiladorlik paytida. Homiladorlik o'zini o'tga cho'qqa urmasdan o'shada men birinchi navbatda ish o'rnimga oldimga qo'yganman-da. Maqsad ish. O'sha tug'ishdan bir hafta oldin men ishda bo'lganman, maktabda bo'lganman. O'sha vaqtida homiladorlikda ham inson o'ziga qarash kerak ekan. Bejiz 7 oylikdan dekret ta'tiliga chiqarishmasa ekan. Chiqarishmayotgan ekan. Endi hozir ham ko'pchilik bo'laveradi deydi-ku, lekin o'sha homiladorlik davrida yoshlar o'ziga qarash kerak. O'sha nimalarni, vrachlarni tavsiyasiga binoan e'tibor berib, endi doktorlar aytaveradi-da, mas o'sha qaytdingizda nimadir kamchilik bo'ladiki, qoningiz kam bo'lishi mumkin. Endi men o'zimni sog'lom hisoblab beraverganman-da. Endi shu jarayonda turmush o'rtog'ingizchi? Turmush o'rtog'im doim menga yordam berib kelganlar. Ular nima soha, nima ishda ishlaydilar? Ular injenerlar, lekin ko'p yillar maktabda chaqiriqqacha yoshlar degan darsdan dars berganlar, o'zi pensionerlar. Turmush o'rtog'ingiz ham sizni qo'y, sekinroq ishla deyolmagan ekanlar yoki quloq solmaganmisiz ularga? Quloq solmaganman. Quloq solmaganman. Qaysar o'zim aytdim-ku, eplayman, ulguraman degan narsa menda bo'lganda. O'shani o'zim o'qqa cho'qqa urganman. O'shuning uchun, Xudoga shukr, mana qizim bor.
lekin o'g'limdan men xursandman. O'g'lim kasal bo'lsa ham mana birinchi guruh nogironida yura olmaydi. Yura olmaydimi? Ovqatini ham o'zi qiynaladi yeyishga, lekin fikri toza. Yaxshi ham baxtimga shu farzandim borda. O'g'lim har kuni bizni kelishimizni kutadi. Qizingiz turmushga Qizim chiqdilar, turmushga 5 nafar nabirangiz bor, Allohga shukr. Bu ketdi. Lekin o'g'lim har kuni bizni ishga kuzatadi, kutib oladi. Xotirjam ketayotganimizda gaz o'chirdingizmi ona? Svetni o'chirdingizmi? Eshikni yopdingizmi? Biz qo'riqchimiz. Lekin o'zini kasalligidan u xafa emas. Hayotga nolimaydi. U bizni aybdor ham hisoblamaydi. Chunki men 5 yoshligida mana shu Umid o'zimiz Toshkentga Umid degan o'sha jamg'arma fondidan больницаga kelib yotqizganmizda farzandimni. Endi desam, farzandim kelgan, bu yerda men Zuhra xabar olib turgan, biz tashlab ketganmiz. Bir hafta chidaganmiz xolosda. Kelsa ayni farzandim yig'layapti-da. Yig'layapti. Ona, menga e'tibor bering edi. Ona, ana nima menga qarayotgan tarbiyachiga yaxshi gapiring. Men o'g'lim desam, u endi siyib qo'ymasdi. Men siyib qo'ymadim. Men terlab qoldim-ku. Meni siyib qo'ydi deyishdi. Ona to'g'risini ayting, men siymayman dedi. Haqiqatda u biror marta bir 5 yoshli bola. Ketdim, o'g'lim, nima qilaylik? Sen davolatish uchun shaylada yuribmiz desam, xafa bo'lmaysanmi desam, yo'q, hech qachon seni aybdorlamayman. Uni olib keting meni bu yerdan dedi. 5 yoshli bola. 5 yoshli bola olib keting dedi-da. O'shanda olib ketganmiz uyga. Farzandim bilan o'sha ko'mir qaramiz. Katta bo'lib qolgan yoshiga nisbatan. Ha, hozir juda aqlli fikrlaydi. Shu 5 yoshida ham. 5 yoshida ham aytdim-ku, fikr teyranda, hamma narsaga aqli yetadi. Hali tarixga qiziqadi. Butun Amir Temur tarixini mana televizordan kompyuter biladi, televizor ko'radi. Unda hamma narsa, hamma sharoit yaratib qo'yganmiz-da. Ko'radi Amir Temur tarixiga, O'zbekistonimiz tarixiga, hamma narsaga qiziqadi. Tarixiy kinolarni ko'rishni yaxshi ko'radi. Ba'zi kitob yozgisi kelib qoladi. Endi bir kam dunyo. Mayli, o'lmayapti-ku, Nilufar o'lmasa bo'ldi. Oldimda farzand bo'lib o'tirsa bo'ldi. Endi bitta farzandni yo'qotganman. Buni yonimda turganiga men kasalligiga ham e'tibor bermayman. Yaxshi ham baxtimga onam borlar. Hamshiralar. Ha, hamshiralar. Biladilar, qanaqa qarash. Shuning uchun meni farzandimni, o'sha men uyda o'sha tushkunlikka tushmasligim uchun onam farzandimga men qaradilar-da. Mendan farzandni oldilar, keyin men qarayman dedilar. O'sha meni ish jarayoniga chiqib ketishimga onam sababchi bo'ldilar. Ba'zan uzoqdagilar emas, yaqindagilar insonni aybini yuziga solish yaxshi ko'radi. Sizni onangiz san qilding degan paytlari bo'lmaganmi? Yo'q. Shu uyda ham o'qituvchilik qilasizmi? Aql o'rgatib hammaga? Yo'q. Iloji yo'q. Pochchani otlari nima? Hakimjon. Hakimjon aka, sizni qiynab qo'ymayaptilarmi? Hozirgacha o'qituvchilik qilib? Yo'q, qiynamiz aytadi ba'zan, men seni o'quvchi emasman deb qo'yadi. Va aytadilarmi shunaqa? Men seni o'quvchi emasman. Chunki o'qituvchi 6 soat o'qituvchilik qiladi, keyin tugaydi, birpas o'qituvchi emas bo'lmay qolmaydi-da. O'qituvchi 24/7 o'qituvchi. Keladi. Yo'q, o'sha farzandimda maktabdan ishdan charchab kelganimni ham biladi-da. Charchaganimni ham biladi, charchamaganimni ham biladi-da. Shunaqa haliga hayron qolaman-da. Lekin siz o'qituvchisiz, o'qituvchilarni bag'ri keng bo'lish kerak, bolalarni yaxshi ko'rish kerak. Turmush o'rtog'ingiz Hakimjon akani sizdan ham bag'rlari keng ekan. Albatta. Hozirgi Fotima bilan 30 yil avvalgi Fotimani solishtirib, siz shu o'z sohasida lider bo'lishga intilayotgan ayollarga qanday maslahat berasiz, Fotima opa? Birinchi navbatda o'z ustida ishlasin. Zamon bilan hamnafas bo'lsin. Oila qursa, oilani albatta yaxshi ona bo'lasiz, yo yaxshi o'qituvchi bo'lasiz-da. Ikkalasini barobar eplash qiyinmi? Qiyinroq. Meni misolimda. Siz lekin yaxshi o'qituvchi bo'lishni tanlagansiz. Tanladim. Ko'proq aytdim-ku, farzandimga e'tibor bermadim. Mana shu sizning armoningiz desa bo'ladimi? O'sha meni armonim. Chunki birinchi navbatda ishimni qo'ydim. Lekin hozir sizni orqangizdan minglab o'quvchilar to'g'ri yo'lni tanlab olgan-ku. Bu ham bir katta baxtdir. Baxt albatta. Baxt. Lekin oldingizda farzandingizni yurolmay turganini ko'rsangiz, har kuni ko'rasiz-da bolani. Tasavvur qiling. U temali bolalar uylanib, bola chaqali, hayotda o'z o'rnini topgan. Har kuni bir dilingiz qiynalasiz-da. Endi ko'rgan u bilan uni yoshidagi bolani ko'rsangiz, qiynalasiz-da.
lekin xudoga shukur hayotda o'zini olamaydi-ku, o'sha biz yutug'imiz. Mana maktabda ishlagan davrimda nogiron o'quvchilar bor, yakka tartibda uyda. Ana shu ayrim farzandlar bor, onasini ayblaydi, onasini so'kadi, uradi. Nimagani ukamga to'g'ri sog'lom tuqqansiz-ku, meni bunaqa tug'magansiz deydi. Meni farzandim hech qachon bizni yuzimizga unaqa gap aytmagan. Hech qachon bizni ayblamagan hayotda. Agar hozir mana shu tizimda nimanidir o'zgartirish mumkin bo'lsa, siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Mana yaqinda prezidentimiz juda yaxshi farmonlar chiqdi. Hozir o'zi tizimimiz yaxshi yo'lga kelyapti. Mana 12 yillik ta'lim. Mana o'quvchilarni 6 yoshdan olishimiz. Mana bu yil 2026-yilda o'quvchilarimiz mana maktabda institutga alohida imtihon topshirmaydi, maktabdagi bu o'qituvchini mavqeini yanada ko'taradi. Maktablarni mavqeini ko'taradi. Asta-sekin ta'limda ham o'zgarishlar bo'lyapti. Xudo xolasa o'qituvchilarni ilgarigiga nisbatan ancha obro'si baland. Hozirda Namangan shahridagi 21-o'rta maktabda o'quvchilarga ona tili va adabiyotdan saboq berishda davom etayotgan oliy toifali o'qituvchi Fotima Nuriddinova hayotini bir lahzasini ham maktabsiz tasavvur qila olmaydi. 2 nafar farzandi, hozircha 5 nabiraning bujonisi bo'lgan qahramonimizning o'quvchilari dunyoning turli chekkalarida faoliyat olib borishyapti. Bundan bag'iga orzularim ana shu nabiralarimni baxti kamolini ko'ray. Bir nabirangiz bilan dunyo bo'ylab sayohatga chiqibsiz-a? Bittagina o'sha qizimda 5 nafar farzandi bor. Bitta o'g'il nabiramiz bor. Shu o'g'il nabiramizni biz matematikada yaxshi o'qitdik. O'tgan yili 2025-yil yanvar oyida Malayziyada bo'lgan Siam olimpiadasida nabiram xalqaro olimpiadada O'zbekistonga 5-sinflar o'rtasida bronza medalni olib keldi. Mana shu nabiram qanday yutuq bu? Oilangizni yutug'i? Oilamizni yutug'i. O'sha Malayziyada bo'lgan vaqtimda siz ham birga bordingiz? Birga bordim. Nabirani orqasidan bordingiz? Nabiram orqasidan Malayziyaga bordim, Dubayga bordim. O'sha nabiram yutug'i bilan endi hozir faqat bizni ishimiz nabiralarimizni o'qitish. Ularni o'sha o'zini sohasida yaxshi bir kasb egasi, o'zini sevgan kasbini tanlashni xohlaymiz. Biz ularga mana shu kasb egasi bo'lasan demayapmiz. U o'zi xohlagan bir kasbni tanlasinchi, ana shu bilan yutuqqa erishadi deymiz. Xudoga shukur, endi nabiralarimiz mana yaxshi yutuqlarga erishib, nabiralar orqasida o'ynab yuribmiz. Bir so'z bilan o'zingizga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? O'qituvchi deb ko'radi. Bir so'z bilan mehribon ustoz deb biladi. Bir so'z bilan ustoz ekansiz. Ustoz bo'lish oson emas. Sizni mana shu sharafli, mashaqqatli kasbingizda biz sizga sabr, chidam va katta parvozlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni oliy toifali o'qituvchi, ona tili va adabiyot o'qituvchisi Fotimaxon Nuriddinova bo'ldilar. Xush kelibsiz yana. Rahmat. Rahmat Nilufar. Erkak uchun olam yurak bo'lsa, ayol uchun yurak olam emish. Erkaklar qadrlaganlarini sevmaydilar, ayollar esa sevganlarini qadrlaydilar. Erkaklar qonunlarni, ayollar qoidalarni tuzishar ekan. Oila qurilgach, xotin maqomi ota-ona maqomiga o'tadi. Shunda ota-ona farzandi uchun bir-biri bilan sirdosh, do'st bo'lishi shart. Xuddi bugungi qahramonimiz Fotima opa va turmush o'rtoqlari kabi. Agar sizda boshqacha fikr mulohazalar bo'lsa, kutamiz.